kiradi. BYD помощник belgilangan o'zini komandalari bo'yicha nima deydigan bo'lsa, shu yozilgan komanda bo'yicha amal qiladi, ishlaydi. Например, tekshirib ko'radigan bo'lsak, komanda berishingizdan oldin Hi BYD Привет, ishlaydi. Джесси. Открой люк. Например, sizda hozir chempionlik deb chempion chiqadi. Yog'ida bo'lsa, расходlar to'liq yozilgan bo'ladi. Yo'lda zapas ko'rdi, например, elektrida qancha zapas kodingiz bor, yo'lda benzinda qancha protsent benziningiz borligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, mashinani например, ochishingiz, yopishingiz bo'ladi. Samsungni ochishingizni mana bosgan paytingizda ochiladi. Samsungda bo'lsa, internet bo'lsa bo'ldi. Hattoki bagaj ham ochib bo'ladi. Hi BYD. Пожалуйста, продолжай. Открой багажник. Хорошо, открываю. Пожалуйста, будьте осторожны за машиной. Va yana mashina qattaligigacha ham ko'rsatib bo'ladi. Bu funksiyalardan bemalol boshqarib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda zaryadkangiz va benziningiz и общий пробеgingizni ham ko'rsatadi.